Qachon o'zingiz uchun yashaysiz? Qachon dam olasiz? Charchaganingiz shunday ko'zlaringizdan bilinib turibdi. Insonlarga yoqish uchun harakat qilasiz. U insonlarga yaxshilik qilasiz, lekin yaxshiligingiz bilishmaydi. Hech kim uchun kuyikmang. O'zingiz uchun ham yashashga harakat qiling. Siz ularni o'ylaganingiz bilan hech kim sizni o'ylamaydi. Hozir bitta gap bilan kayfiyatingizni ko'taraman, ham kayfiyatingizni tushiraman. Qaysi birini tanlash o'zingizga havola. Hozir nima bilan sinalayotgan bo'lsangiz, albatta o'tib ketadi. O'tib ketishini isbotini aytaymi sizga? Yo Alloh sinovlar orqasidan yengillik beradi yoki jonimizni oladi. Lekin albatta tugaydi. Xotirjam bo'ling.